do'st. Hozir men qayerdan kelyapti desanglar, men hozir ertalab soat ertalab emas, endi ertalab. Hozir 7:30 bo'ldi. Hozir men magazinga boryapman. Motosiklimni sotmoqchiman. Mashina olganim o'tgan qismda ko'rganlar bo'lsa, ko'rmaganlar bo'lsa, like bosib obuna bo'lib, ko'rib qo'yinglar. Bo'lmasa o'tgan qismda nima bo'lganini bilmay qolasizlar. Tak. Alo. Anvar? Ha. Men eski motosiklim bor-ku. Ha, shu sotib olasanmi? Degandim. Ha, sotib olaman, faqat kampirga. Qanchaga? 2,5 million. Mayli, olaver. Hozir bo'pti. Tak, mana mashinam, mana o'tgan qismda olgandim. Biznesmen birinchi qismda, hozir biznesmen ikkinchi qism. Tak, bolalar, hozir biz magazinga borishimiz kerak. Bizda 7 million bor edi, endi 8,5 million bo'ldi. Tak, 8,5 million. Tak, hozir magazinda ozgina narsalar yo'qolib qoldi. Mana bu mashinamga hozir magazinga narsa olmasam endi. Tak, kola lekin juda ham zo'r o'tyapti. Koladan sal ko'proq oladi. Fanta icham unchamas ekan. Ko'p lekin o'tgan qismda o'tib ketdi hammasi. Bolalar yig'labdi. Ana bunaqa dada obiring deb. Bundan ham olamiz. Qalaylik, bundan ham keyin pizza qo'shaylik. Yangi pizza dan mayli 3 ta olamiz. Sir yeylik, keyin katta sir olaylik. Bo'ldi. Hamma narsa olamiz. Bundan ham olamiz. Yana nima olsam bo'ladi? 4 bo'lgan, yo'q, 4 olmaymiz. Voy, bilaman, bular qaranglar, mayli. Keyin olamiz, hozir 7 million. Buncha pulimiz yo'q bu telefonlarga. Tak, bularda hozir 5 millioncha chiqsa kerak. 8,5 million pulimiz bor hozir. Mashinaga yurtib, ana bunaqa qilib turaman. Tak, vallahi hammasini mashinaga ortdim. Tak, ketdik do'konga. Tak, ozgina qimmatroqdan sotamiz. Hozir hammasini joylab qo'ying keyin. Tak, mana hammasini joy-joyiga qo'ydim. Mana kolalar, hamma narsa. Hozir bizada bu narsalar bo'lsa ko'p narsa olamiz. Shuning uchun 5,5 million bo'ldi. Endi 2,5 million, 3,5 million qoldi bizada. Tak, hozir mana bu aravani olib qo'yaylik. Menga yoqdi. Tak, endi do'konga qaraymiz. To'xtanglar, bosh sumka solib qo'ying-da. Bosh bilet. Telefonlamayapti. Bosh sumka solib qo'yib, pullarimni o'shanga solib qo'yaman hozir. Sumka. Hozir sumka zakaz beravering. Tak. Xullas, men magazinga qarayman. Keyin videoni yoqaman, kech bo'lgandan keyin. Tak, ertalab kelgandim, soat hozir 1,5 bo'ldi. Men bo'lsa 20 million pul yiqdim. Hammasini bitta sumkaga sotib qo'yib, bitta sumkaga. Mana 20 million pulimiz bor. Arendani to'lab kelmasa bo'lmaydi. Tak. Arendani to'lab kelamiz. Arenda nimadan to'lasa?
To'xtanglar, 23,5 million pulimiz bor. Tak, hozir 19 million pulimiz qoladi. 19,5 million pulimiz qoladi. Hozir mana bu arendaga to'layveramiz. Bo'ldi, to'laverdim. 19,5 million pulimiz bor. Tak, uchastka qarab kelaman men. Ana bu uyda yashash jonga tegib ketdi vashsi. Ana bu uyda egasi bor-ku o'zing. Ana shu jonga tegdi. Keladi bitta vaqtda sigaret chakiradi. O'zi xona sigaret reisi bo'lib qoladi. Menga sigaret chak deb urishadi. Zavol men sigaret chakmayman. Tak, mana shu kichkinagina uy mana shunaqa kichkina uy olmoqchiman. U oyiga 5 million ekan, boshlang'ich to'lovi ekan 10 million. Tak, hozir olamiz. Eplab hamma yer sotilganmi? Nima bo'ladi? Ana bu yoqda bittasi bor edi, hozir shu yoqlaramiz. Shu jep. Tak. Bizda 19,5 million pulimiz bor. 9,5 millionni hozir uyga olamiz. Ya ana bu boshlang'ich to'lovi 5 million. Bo'tkada ham qo'yilgan zayba. Hamma joy sotilib qo'yganmi? Zayba. Qancha qilsak bo'ladi-ya? Magazinga narsa olib kelaman, bilet. Ko'p narsa sig'maydi. Mana bitta uyda mana shu yerdan boshlang'ich to'lovi 5 million. Hozir olamiz shu bittasini. Mana shuni olaylik. Tak, boshlang'ich to'lovi 9,5 million. Tak, bo'ldi. Boshlang'ich to'lovi yo'q, mashina ko'rgandim men, lekin oyiga 5 million. Mana bu uy ham oyiga 5 million, 10 million har oy 10 million to'layman. Lekin mashina normalniy bor edi. Hozir qaysi biri edi? Normalniy edi. Tak, qaysi biri edi? Mana shu mashina edi. Tak, boshqacha ranglari bilan bor edi buni adashmasam. Bu oq rangi bor ekan, oq rangidan olamiz. Tak, bolalar oldik. 10 million pulimiz qoldi. Tak, uyda qulfli emas, avtomatik mashinaga qulf tashlab o'tadi. Nima qilyapti yo'lda? Odamlar bu mashina qo'ymanglar yo'lga. Tak, hozirga 10 million pulimiz bor, magazinga borib yana telefon olamiz. Telefon qimmatga ketadi, juda ham. 7 milliondan sotsak, bu yerda lekin telefon 2 million ekan. iPhone ishlatilmagan, iPhone 11 5 million ekan. Ishlatilmagan, to'xtasa ideal. Tak, ikkita olamiz. Ikkita yetadi. 2 milliondan bo'lsa 8 million. Mana puldan berdim. Tak, 8 million pulimiz qoldi. Ikkita iPhone oldik, 7 million. Kechalari boylar do'konga keladi, o'shaning uchun soat kechki 1gacha o'tiramiz do'konda. Boylar keyin telefonda oladi.
keyin mana bunaqa boylar ochkisidan olib qo'yaman. Orqasidagi uncha boylardiki emas, lekin o'rtanchalardiki. Mana bu esa $100 sotaman, 1 million, ya'ni mana shu boylardiki. Videoga oladigan. Tak, telefonlarda tak qo'yib bo'ldim. Tak, telefonlarda joylashtirdim. Endi soat 1gacha o'tiramiz. Qani, boylar kelib olib ketarmikan? Bo'ldi, soat kechga 9. Ikkita telefon ham sotilib ketdi. Va undan tashqari 10 million ham ana bunaqa qildim. Hamma boylar keldi-yu. Tak, voshi ko'p pul bo'lib ketdi. Hozir men kalkulyatorda hisoblamasam bo'lmaydi. Hozir Valla menda 54 million pulim bor. Уже boyib ketdim bolla. Biznes rejasi voshcha cho'tka ekan lekin. Hozir men shunda 50 million men buni ham sotaman deb, bu ham 50 millionga ketadi bu magazin ham. Keyin menda 100 million pul bo'ladi. Men 50 millioniga, yo'q 70 millionga men bu katta magazinni sotib olaman. Hozir tak bankka boraman, hammasiga pul to'layman. Tak, tezroq. Mana mashinani sol tezroq yuradigan qilib qo'ying. Tak, bankka keldik. Endi bankdan hisoblashib o'tiramiz. Tak, menga uy kerak, uy. Katta magazinni sotib olmoqchiman. 70 million. Mayli. Tak, menda 100 million pul bor, 70 million, 30 million qoldi. Bo'ldi. Rahmat. Meni nomimga o'tdimi? Ha, sizning nomingizga o'tdi. Tak, 70 millionga katta magazinni sotib oldik. Lekin bizda 30 million qoldi. 30 millionga nosey bo'ladi. Mana bu uyimiz normalniy. Mashina lekin menga uncha yoqmadi. 30 millionga bitta normalniy mashina bor edi. Lekin oyiga 10 milliondan to'laydi, boshlang'ich to'lovi 30 million. Normalniy lekin. Normalniy mashina edi. Qanaqa mashina edi hozir ko'raylik. Mana bu mashina edi, Tesla edi. Hozir men buni olib ketdik. Hozir sekin orqaga bostiramiz. Uyi boyib ketdim, biznes men bo'lib ketdim. Rostdan ham blad. Qacha yo'lda? Bile musor haydashdi. Tak, bu magazinga o'zi pul keladi. Bu magazin men bemalol yursam bo'ladi, o'zi pul keladi bu magazinga. Chunki qaranglar, bu avtomatik, men eshigi ham avtomatik ochiladi va bu plastik bilan ishlaydi. Naqd pul olmaydi, plastik bilan ishlaydi. Men shu yerga plastigini tiqadi odamlar, keyin narsa olsa bo'ladi. Bu vahshiy avtomatik. Pulni yechib olish uchun esa bu yerga kirib turib, mana shu seyfga parolni terib, mana shu yerdan olsa bo'ladi pulni. Shu yerga naqd bo'lib tushadi. Qanaqa qilib bilgani bilmayman, lekin shunaqa avtomatik. Yo'q, aytgancha bunga tushmaydi ekan. Mana plastikga tushib turadi ekan. Tak, plastikdan naqdlab olsam bo'ladi. Har odam kelganda pul bo'lib turadi. Tak, endi menda bir teng pul qoladi. Savgandan keyin o'sha pul tushdi. Plastikka pul tushdi. Qancha? 9 million? Nima oldi?
4 millionga 6 millionga telefon olibdi. Qolganida mayda chuyda boy ketdi mana 6 millionga telefon bor. Hozir biza uyimizga borib uxlayman, chunki soat 2 bo'ladi hozir. Yo'q, 20 million tushdi, mayli. Ertalabga qancha pul tushishini bilmayman. U magazin 24 soat ishlaydi. Ertalabga qancha pul tushar ekan? Bilmadim. Mayli, uyimga borib ko'raman. Tak, mashinani qulflab qo'yamiz. Tak, уже biznesimiz yurib ketdi. Bu kim bu? Yo'qoli. Kimsan sen? Kimda? Bu men xizmatkorim. Xizmatkor, mana shu yerlarni tozalab qo'y. Tushundingmi? Tak.